hurmatli ag'ayinlar. Shu yerda jonga o't olovni jontirgan qizlar bilan bir bo'zbola chiqdi. Bo'l jarashmaydi. Bo'l jarashmaydi. Tilim var, Xudoga shukr. Birov yarim atirgil deb yurgan bo'zbolalar bor, qizlar bir alata gapira, asta gapira. Buni bo'zbolab o'lib turayotganda gapira. Nega beram bo'ladi? Hurmatli ag'ayinlar. Hurmatli mana shu yerga yig'ilgan barcha singillar, ukajonlar, hammaga rahmat. Bu kun hammaga nasib etmaydi. Buni ko'rganlar bor, ko'rmaganlar bor. Menga shu qarib o'lib ketayotganlar uylantiryapti, nevarasini uylantiryapti. Mana bugun nevaram Behzodjon qizimiz ikkala Mavladaxonlarning baxt to'yi. Men ham uylanib kelib ketaveradi, shunday to'yni ko'rsam. Yekovi momang ismimi? Yo'q, eshitgan yo'q. Yekovi baxtli bo'lsin. Kelajakda Tojikistonda eng bir ilg'or oldi kelin kuyov bo'lsin. Shu ikkalasi hamisha yuzida tabassum, labida tabassum bo'lib, yuzi kulgidan arimasin. Hamisha Alloh bersa shularga bersin. Alloh bersa-da. Bugun bir ajoyib kun, ham praznik bilganlarga, bilmaganlarga allab Oyallı konsertga yaratib kelib o'tiribdi. Bugun praznik bilganlarga, bilmaganlar o'zi bilan. Endi xalqimizda bitta gap bor. Oltin olma, duo oltin emasman deydi. Shu yerda o'tirgan barcha tishi putin, begina yoshlar bor. Shu yoqqa bir duo beraylik. Allohim kelayotgan yili mana aqidama, eshik terbat bir to'sib bersin. Allohim hamma qo'l ko'tar. Ko'taray, mana yerda buni atirgilar ko'tar. Seninga mumkin bormi? Boladan? Amin. Bola chaqalni o'ynab kel. Oshmaydi uyga kelinimiz qiz bo'lib tushinaveram. Qaynotangni hurmat qil, kuyovingni hurmat qil, shu uy seniki obod qilsin. Alloh akbar. Rahmat. Rahmat, guldiroz qarsaklarınız bo'lsin.